islom ellarining Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikqa parvo qilmasligi, masjidlarning chaqilib Qur'onning ko'ydirilishini, islomning ma'naviy kasallik deb qaralib cheklanishi yoki xitoylashtirilishini ko'rmasga selishi ta hozirgacha tadqiqotchilar va siyosiy analizchilar diqqat qilib kelayotgan masala bo'lmoqda. Yaqinda arab dunyosi uchun demokratiya to'g'rida Jon Hoffman imzosida e'lon qilingan Xitoy nimishqa Uyg'urlarni bostirish uchun O'rta Sharqdagi sheriklarini topdi nomli maqolada bu masala atrofliq va cho'nqur tahlil qilingan. Maqolada aytilishicha, Xitoy hukumatı musulmonlar ko'p sonli davlatlar, bo'libmi O'rta Sharq davlatlaridan Uyg'ur rayonida yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik bilan kori bo'lmaslikni talab qilib qolmay, balki bu jinoyatni yo'lliq va to'g'ri deb maqtashini qo'lga keltirishga urinib kelgan. Natijada bu davlatlarning katiboshlari Xitoydagi savdosi, Xitoydan kirgizadigan mablag'i va neft bozorida Xitoydan keladigan neft tayinib qolganligi uchun Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni bostirishiga sukut qilib qolmay, balki uni oshkora maqtashga va Xitoy bilan hamkorlashishga boshlagan. Bo'libmi Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi va Misr qatorliq davlatlar Xitoyning tashviqotiga oshkora moslashgan. Hatto Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga bevosita yordam bergan bo'lib, Xitoyning talabiga asosan bu davlatdagi Uyg'ur musofirlarini Xitoyga o'tkazib bergan. 2019 yil bu 3 davlatni o'z ichiga olgan 37 davlat BDT kishilik huquq oliy kengashi raisiga imzoliq maktub yo'llab, Xitoyning qandaqdir xalqaro kishilik huquq ishlariga qo'shgan töhfasini maqtagan. Xitoy hukumatı Xinjiangdagi terrorlik, bo'lgunchilik va asabiylikka zarba berib, qaytadan tinchlik va xavfsizlik barpo qildi degan. 2022 yil BDT kishilik huquq oliy kengashi yig'inida yuqorqi davlatlardan boshqa Qatar, Indoneziya, Sudan va Pokiston qatorliq davlatlar g'arb ellari o'tirg'i qo'ygan Xinjiangda yuz berayotgan kishilik huquqni dafsana qilish qilmishlarini muzokara qilish taklifini rad qilgan. Bu maqolaning avtori O'rta Sharq masalalari mutaxassisi Dr. Jon Hoffman radiomizning ziyoratini qabul qilib, Uyg'ur musulmonlari uchragan xo'rlik va zulmga qarshi chiqmaslikda Arab islom ellari bilan Turkiya, Iran, Pokiston va boshqa musulmon ellari o'rtasida cho'ng farq yo'qligini bildirib, mundaq dedi. Turkey has historically been a little more outspoken about this issue, but as of late, especially as Turkey's and China's relations have really... Turkiya bu masalada biroz kuchli ifoda bildirgan bo'lsa-mu, yaqinqi mezgilda jimib qoldi. Chunki Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy hamkorligi bu bir necha yilda rivojlandi. O'rta Sharq ellariga va Pokistonga qaraydigan bo'lsak, ular bag'ansir sharqqa, ya'ni Xitoyga yaqinlashyapti. Xitoy bilan sheriklashib, Uyg'urlarni bostirish qilmishi ko'payyapti. Mayli Arab ellari, mayli Turkiya yoki Iran bo'lsin, bu jihatda ular asosan o'xshash. Whether it be Arab, whether it be, Turkey, whether it be Iran, it's really across the board here. Amerikaning aqllar markazidan Cato institutining oliy tadqiqotchisi Mustafa Aqyo'l radiomizning ziyoratini qabul qilib, Turkiyaning boshqa islom davlatlaridan bir oz farqli ifoda bildirishida Turkiya xalqining turtkisi bo'lganligini bildirib, mundaq dedi. Türk hükümeti son 1-2 yıldır Uygurların yaşadığı zulmü farkındayız. Çin'e bu konuda hassasiyetlerimizi iletiyoruz gibi bir şeyler söylemeye başladılar. Bu çok zayıf aslında ama. Muşu 1-2 yıldan beri Türkiye hükümeti Uygurlar uçurayotgan zulmni bilimiz. Bununla qarab turolmaydiganligimizni Xitoyga bildiramiz degandek gaplarni qildi. Bu gap ojiz bo'lsa-mu, boshqa musulmon davlatlarga boqqanda sal yaxshi. Bu asosan Turkiya xalqining bu ishga yaqindan diqqat qilishi soyasida bo'ldi. Turkiyadagi millatchi va dindor xalq ko'pdan beri Uyg'urlar uchrab kelayotgan zulmni biladi. O'qitichi partiyalarmi bu masalani o'ttirg'i qo'ydi. İslami kamuoyu aslında uzun zamandır Uygurların yaşadığı zulmün farkındadır. İtiraz sesleri yükseldi. Muhalefet partileri bunu gündeme getirdi. Bu yıl 1. ayının 5'ida Saudiya Arabiston, Misr, Bahrayn, Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq 14 davlatdan kelgan 30 ulamodan tashkillangan vakillar o'miki Uyg'ur rayonini ziyorat qilgan bo'lib, bularni Arab Birlashma Xalifaligida qurilgan Dunyo musulmonlari kengashi uyushtirgan. Mazkur kengashning raisi Ali Rashid Al-Nuaymi Xitoy hukumatining Xinjiangda terrorlikqa zarba berish tirishchanligi va Xitoy rahbarlarining bu rayondagi xalq uchun xizmat qilish irodasi maqtashga loyiqdir degan. Maqolada berilgan yuqorqi misollar musulmon ellarining Xitoy bilan davomli yaqin munosabat bo'lib kelganligini, shunga Xitoyning u davlatlarni bir yoqqa qayirib qo'yib, Uyg'urlarni bostirib, islomiyatni xohlagancha dafsanni qilib kelganligini yaxshi yoritib bergan.
Doktor John Hoffman bu maqolasida islom davlatlarining Xitoyga iqtisodiy jihatdan bog'lanib qolmay, hokim mutlaq bir siyosat yurgizish o'rtoqligining bog'liqini ko'rsatgan bo'lib, bu vaqtda mundaq dedi. As I kind of highlight in the article is, they share with Beijing this objective of bringing religion under the soul. Men bu maqolamda ta'kidlaganimdek, islom davlatlarining Xitoy bilan o'rtaq nishoni bor. Bu bo'lsa-mu dinni davlat uchun xizmat qildirish. Shunga Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr qatorliq davlatlarning mustabid hukmronlari islom dinini bir qo'lliq tutib turdi. Xitoy bo'lsa, Xitoy Kompartiyasi islom dinini o'zi bir qo'lliq boshqardi. Islomni xitoychilashtirish dal shuning jumlasidandir. Party, and it's part of that effort to quote unquote sinicize Islam within China. Maqolada ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı O'rta Sharq davlatlarining siyosiy islomni eksport qilishidan hamda Xinjiangdagi Uyg'ur musulmonlarining chet eldagi islom jamoati bilan davlat halqiga munosabat bog'lashidan ansiraydi. Ammo Xitoy navbat kelganda Uyg'urlarni xalqarodagi terrorizmga bog'lab, xohlagancha bostirdi. Hatto irqiy qirg'inchilik olib bordi. Doktor John Hoffmanning qarashicha, Xitoy hukumatı siyosiy islomga radikallikqa zarba berishni bahona qilib, Uyg'urlarni bostirish va yo'qotish planini ijro qilmoqda. In the post 9/11 era, and then reinvigorated after the Arab uprisings, Saudi Arabia, the UAE, Egypt. 11 sentabr voqeasi va Arab bahori inqilobidan keyin Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr qatorliq O'rta Sharq davlatlari terrorlikqa zarba berishni qurol qilib oldi. O'z hukmronligiga qarshi chiquvchilarni dindor bo'lsin yoki dahriy bo'lsin terrorchi deb bostudi. Xitoymi Uyg'urlarga o'xshash usulni qo'llandi. Ularning hammasi g'arbliklarning islomdan qo'rqish ideyasini qurol o'rnida foydalandi. Biz terrorlikqa zarba beryapmiz dedi. Amaliyoti bo'lsa barliq o'qituvchilarni bostudi. This, over fighting terrorism narrative, when in actuality they're just repressing any and all dissent. Avtorning qarashicha, islom davlatlari Xitoyni bugungi dunyodagi buyuk siyosiy va iqtisodiy kuch deb taniydi. Ikkinchidan, bu davlatlarning ko'pinchisi mustabid hokimiyat bo'lib, mohiyatda Xitoy hokimiyati bilan o'xshash. Uchinchidan, bu davlatlarning hukmronlari Arab bahoridagi davolg'ushdan, demokratiyadan cho'chigan bo'lib, demokratiya bilan erkinlikni Amerika va G'arb ellarining mahsuloti deb qaraydi va ularga o'shmanlik qiladi. To'rtinchidan, ular Xitoyni kelgusida Amerika va G'arb dunyosiga qarshi kuch tanqinligi shakllantiradigan, hatto Amerikadan eshib ketadigan G'arb kuchlarining besimiga qarshi musulmonlar dunyosini himoya qila oladigan davlat deb qaraydi. Mustafa Aqyo'l apandi musulmon davlatlarining Uyg'urlarni tark etishidagi bir qancha sababni o'tirg'i qo'yib, mundaq dedi. Çin yükselen bir ekonomik güç. Pek çok Müslüman ülke Çin'in ekonomik imkanlarından faydalanmak istiyor. Çin'in yatırım yapmasını istiyor. Xitoy taraqqiy qilgan bir iqtisodiy kuch. Nurg'un islom davlatlari Xitoyning mablag' selishini va uning iqtisodiy imkonlaridan foydalanishni xohlaydi. Ammo buning uchun Uyg'urlarni qurbon qilishi nihoyat razil bir ish. Ikkinchidan, islom davlatlarining hukmdorlarining ko'pinchisi mustabid. Ular Xitoy davlatini iqtisodiy o'rnak sifatida emas, siyosiy o'rnak sifatida ko'rdi. Uchinchidan, Xitoy Uyg'urlar masalasini ichki ishimiz deb turib oladi. Islom davlatlariga bu gap bak yoqadi. Chunki ularmi o'qituvchilari va oz-sonliq xalqini bostirganda uni ichki ishimiz deydi. To'rtinchidan, musulmonlar dunyosida g'arb dushmanligi bor. Falastin Isroiliya masalasi bor. Musulmonlarning g'arb dunyosiga bo'lgan nafrati qarg'ulacha nafrat darajasiga yetganki, barliq yomonlik g'arbdan keladi. G'arbga qarshi turuvchilar yaxshi degan yagicha kelgan. Isroiliya Falastinga bomba atsa qo'zg'alib ketadigan musulmonlar Xitoy Uyg'urlarga uningdanmi og'ir zulm solsa kori yo'q. Ularning dardi Amerika, G'arb, Isroiliya va hokazolar. Hatto Xitoy bilan Rossiyani G'arbga qarshi turishdagi afzal kuch sifatida ko'rdi. Halbuki musulmonlar zulm nada bo'lsa, shu yerda zolimga qarshi chiqish kerak. Bu zulm G'arb kuchlari tarafidanmi, Sharq kuchlari tarafidanmi kelishi mumkin. Shu an dunyoda eng chong islom qo'rqinchi bor davlat Xitoy. Biroq musulmonlar davomli holda G'arb dunyosida islom qo'rqinchi bor deb so'zlash, yig'in echish va la'nat yog'dirish bilan ovora.
Şu an dünyadaki en İslamofobik rejim Çin. Ama Müslümanlar Batı'da İslamofobi var diye sürekli paneller yapıyorlar, konferanslar, lanetler yağdırıyorlar. O yana Türkiye'nin bu qatimliq saylamidan keyin Türkiye'nin Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasida zo'r o'zgarish bo'ladiganligini eskartib, mundaq dedi. Bence eğer Türkiye'de iktidar değişikliği olursa, Millet İttifakı iktidara gelirse, Türkiye'nin Uygurlar konusundaki Mençe eğer Türkiye'de hakimiyet almışsa, Millet İttifakı hükümetinin beşiği kelse, Türkiye'nin Uygurlar meselesideki pozitsiyası oңşildi. Xitayga qarshi texmi kuchlik ovoz chiqardi. Chunki hukumat beshiga keladigan partiyalar ichida Uyg'urlar masalasini eng ko'p o'tirg'a qo'ygan iyi partiyasi bor. Ahmed Davud o'g'lining Kelajak partiyasi bor. Uningdan boshqa Turkiya Erdo'g'an paydo qilgan g'arb dushmanligidan bir oz yiroqlashadi. Xitoydan o'g'inish, Xitoyga tayinish engidan qutuladi. Turkiyada hukumat rostalla almashmamdo uqmaymiz. Agar almashib qolsa, Türkiye'ye bu cihetten icabi tesiri buludu dep oylayman. İyi olacağını düşünüyorum. İktidar değişikliği olacak mı olmayacak mı göreceğiz tabii ama olursa Türkiye'yi olumlu yönde bu açıdan etkileyeceğini düşünüyorum inşallah.